Barcha maqtovlar, danlovlar Alloh taolaga gina tegishli. Biz uni gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina gunohlarni yorliqovni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, onu hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz u, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona, onun ahli beyti yaqinlarına, sahabelerine, tabi'inlerge, hem onlarning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. O'tgan vaqtda duo qiluvning fazilati turida so'z borgan edi. Ham shunda Alloh taolaning shu so'zlari aytildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ham Rabbingiz aytdi, menga duo qiling'iz, men sizga javob berirman dedi. Ham shunday boshqa bir oyat keltirildi. Onda Alloh taolo aytadi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Agar sendan so'rasalar, mening qullarim, mening turunda sen ularga ayt, shinliqda men yaqin duo qiluvchilarning duolarına javob beraman deb aytadi. Ya'ni Alloh taolo shu oyatlarda bizga xabar etadi, agar kishi Allohga duo qilsa, Alloh taolo uning duosina javob beradi, uni qabul etadi. Amma da lakin endi mana shu duolar qabul bo'lsin uchun qo'y bir shartlarni ham qo'y bir tartiblarni o'targa kerak. Ham shu tartiblardan, yani duanın qabul buluğunun açkışlarından birincisi, dua kılar aldığından Allah'ını maqtarga hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytirga kerak. Fadala ibn Abid radıyallahu anhudan kitirile, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit mescitte oturgan vakitte bir kişi kelip kire, hem indi namaz okuyor. Namaz okugandan so'ng, ey Allah, meni g'afur et, ham menga rahimli bo'l deb duo qila. Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam ona murojaat etib aytadi: "Ey namoz o'quvchi, sen oshiqding. Agar namoz o'qib duo qilarga o'tirsang, Allohni ona loyiqli bo'lgan so'zlar bilan maqta, menga salovat ayt, so'ndan duo qil" deb aytadi. Shundan so'ng boshqa bir kishi kelib, boshqa bir kishi masjidga kirib ham namoz o'qiy, namoz o'qigandan so'ng Allohni maqtay, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytadi. Ham shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Ey namoz o'quvchi kishi, duo qil, ham senga javob berilajak" degan. Bu hadis Tirmizida keltiriladi. Ya'ni agar kishi shu so'zlarni, ya'ni Alloh taolani maqtab, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytib duosini boshlasa, endi inshaalloh bu duo qabul bo'lacak. Duo qabul bo'lуның ikkinchi ochqichlaridan duo qilganda gunoh qiluvni esga tushirib. Ya'ni kishi o'zining xatosini esga tushirsa, u shulay duo qabul bo'luga bir sabab bo'lib turadi. Yunus alayhissalom o'zining xato ishlaganini taniganga ko'ra Alloh taolo uning duosini qabul etdi. Allah Teala Kur'an'da aytgan: "Fanada fi'z-zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin." Ul Yunus aleyhisselam qorong'iliklar içinden duo qildi. Senden boshqa ibodatga loyiqli bo'lgan zot yo'q, durustlikda men gunoh qiluvchi bo'ldim. Ham biz ona javob berdik, onu qayg'adan qutqardik. Mana shu ravishda biz mu'minlarni qutqaramiz dedi.
Ягъни Юнус алейхиссалам үзенең хатасын таный һәм инде Аллаһ Тәала шуның сәбәпле аның дуасын кабул итә. Һәм тагын бер әйтик, шушы ачкычлардан, дуа кабул булуның ачкычларыннан дуа кылганда түбәнчелек күрсәтеп кылу. Аллаһ Тәала үзенә якын булган кулларын, дуа кылуларын Коръәндә искә алып булай дип әйткән: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Дөреслектә алар хәерле нәрсәләргә ашыга һәм безгә омтылып һәм куркып дуа кылалар иде. Алар безгә карата түбәнчелекле булды дип Аллаһ Тәала үзенә якын булган шушы якын булган бәндәләрнең этик сыйфатларын китерә, нинди рәвештә алар дуа кылганнарын. Һәм шулай ук бу дуа кабул булуга бер сәбәп булып тора. Дүртенче сәбәпләрдән дуаны катгый мәгънәдә кылу, ягъни катгый сорау. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйткән: "Ла якуланна ахадукум Аллаһумма гфирли ин ши'та, Аллаһумма архамни ин ши'та, ли'азам al-mas'alata fa innahu la mukriha lah." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, birigizde bulay deb aytmasin: "Ya Allah, agar tilasang meni g'afu et, agar tilasang menga marhamatlik ko'rsat, menga marhamat qil" deb aytmasin di. So'ragan aybirin o'zining hajatin qat'iy ravishda so'rasin di. Chunki Allah'ını bir kimdə məcbur etmedi. Yani dua kılganda qat'iy ravishda, yani Allah Teala'dan onu talep etip sorarga kerak. Tilesen bir, tilesen birme deb dua kılsa kişi, ol dua kabul buluna ihtimal bik az. Hem tağın bir şuşu aytik aşkışlardan bulup tura, dua kabul bulunun yolları bir nərsəni sorağanda onu qat-qat sorau. Əgər kişi bir eybirini Allah Teala'dan köp mərtəbə sorasa, kişi şundan da mənə umtulğanın kürsətə. Şul səbəblə Allah Teala bu duanı qabul etə. Tabarani'də kitirilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etkən, dürüstlükdə Allah Teala qat-qat sorab dua qılışını yarata degen. Ondan soң tağın bir şuşu səbəblərdən, dua qabul bulunun səbəblərindən hər vaqtda dua qılu. Müslüman ağır şaqda da, rahat şaqda da, muhtaç bulğanda da, muhtaç bulmağanda da Allah'a dua qılırğa tiyiş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: kimdə kim ağır vaqtda Allah'a dua qılsa, kimdə kim Allah onun duasına ağır vaqtda cavab veruun tiləsə, rahat vaqtda Allah'a dua qılsın deb aytgan. Yani rahat vaqtda dua qılsaq, ağır vaqtda inşallah Allah Teala bizning mana shu duamızga cavab berəcək. Ondan soň dua qılganda qiblaga yönəlu. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhudan kitirilə, ol aytgan: Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiblaga yönəldi, həm Qurayş qabilələrinin bir türküm kişilərinə qarşı dua qıldı. Yani İslam'a karşı turgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e türlü kimsitüler işlegen kişilerge karata, dinini kimsitken kişilerge karata ol dua kıla. Yani onlar İslam düşmanları bula. Onlar indi Abu Cahil, El-Walid ibn Utbe, Şeybe ibn Rabi'a, Utbe ibn Rabi'a diyen kişiler. Hem Abdullah ibn Mesud aytı, Allah'ını şahit bularak getirem. Min onların bütün üstünde ulgan halde gördümdü. Quyosh onlarning tənlərin o'zgartgan edi, çünki ul kunni bek qiziq bo'ldi deb aytadi. Ya'ni qiblaga yo'nalu ul shulay yo'q duoning qabul bo'luga bir sabab bo'lib turadi. Ondan so'ng duo qilgan vaqtda qo'llarini ko'kka ko'taru. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tarib duo qildi, ham men onun qo'ltiq ostining oqlig'ini ko'rdim deb aytadi. Bir hadisda, boshqa bir hadisida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi:
İnne rabbakum tebaraka ve teala hayyun kerimun yastahi min ibadihi iza rafa'a yedeyhi ileyhi en yaruddahuma sıfran. Dürüstlükte sizning büyük bo'lgan Robbingiz uyalshan ham yumart. Agar da quli duo qilib ona qullarin ko'tarsa, ul alarni javobsiz qaytarırga uyala deb aytgan. İmam An-Navawi rahimahullah duo qilganda qullarni ko'kka ko'taruning hikmatin bulay deb anglata. Allah borliqqa keltiruvchi, idora etuvchi, o'zi tilagan narsani ishlovchi, namoz o'qishi qiblaga yo'nalgan kebek duo qiluvchi da qullarin ko'kka yo'nalta. Bulay ishlov Alloh taolaning Ka'bada yoki ko'kda bo'luvin, ularning ichida bo'luvin ko'rsatmay, namoz o'qishiga Ka'ba qibla bo'lgan kebek duo qiluvchiga ko'k qibla bo'lib turadi deb anglata. Boshqa bir anglatmada qul ko'taruv turida anglatıla. Ko'k yuzi duoning qiblasi, rizqning, vahiyning ham rahmat barakatning eng o'rni bo'lib turadi deb aytilar. Shulay yo'q, Alloh taolo qarshында ko'k hurmatli o'rin bo'lib tura. Shunga ko'ra da Alloh taolo Qur'onda ko'k bilan ant etadi. Shulay yo'q, farishtalar shusha ko'kda yashi, Allohning rahmati ham barakati shusha ko'kdan inga deb anglatalar. İbn Rajab rahimahullah bulay deb aytadi, ilkki g'olimlarning qoy birlari buning sababini anglatib aytadi, ya'ni qullarni ko'kka ko'tarib duo qilib turunda. Duo qilganda qulni ko'kka ko'taru Allohga qarata tubanchilik ko'rsatuvini anglatadi degan. Ya'ni qul ko'taru ul endi Alloh taolo qarshida tubanchilik ko'rsatuvini anglatadi. Ham ondan so'ng endi shusha duo qabul bo'luvining sabablaridan shulay yo'q, duo qilib oldindan biror xayrli amal ishlav. Masalan, sadaqa beru, 2 rakat namoz o'qu, roza tutu yoki boshqa biror nafil yoki biror izgi amal qiluv. Ham agar kishi shuni ishlasa, bu duoning tez qabul bo'luvina bir sabab bo'lib turadi. Bir hadisda keltiriladi, onun qisqacha ma'nosi tog' quvishunda üstüne tosh tushib, onun tekishiga turgan o'rinin 3 kishi shu qoplay, ham tosh qoplay, ham 3 kishi shundan chiqolmaycha qolalar. Ham ular o'zlarining izgi amallarini isga tushirib, shu izgi amallari bilan duo qilalar, ham Alloh taolo ularni shu aytik baladan qutqara. Yani agar kishi izgi amal ishlagandan so'ng Alloh taolaga duo qilsa, yani ul vaqtda kishi Alloh taolaga ko'proq yoqinaya shu izgi amaldan so'ng. Ham Alloh taolo qarshында uning darajasi orta. Shu sababli duo da tezroq qabul bo'lishi mumkin. Ondan so'ng duo qilgan vaqtda Alloh taolaga muhtojlikni ko'rsatib, Alloh taolaning ko'rkam ism sifatlarini qo'llanib duo qiluv. Agar biz Qur'onga qarasak, payg'ambarlarning duo qilganlarına ixtibor bersak, onda ular endi Alloh taolaning ism sifatlarini qo'llanib duo qilalar. Masalan, Süleyman alayhissalom Alloh taolaga shunday duo bilan murojaat etdi. Qala robbighfir li va hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ey Robbim, meni g'afur et, ham menga o'zimdan so'ng bir kimda da bo'lmay turgan podshohlikni bo'lak etib berdi. Durustlikda sen ko'p etib ne'matlar beruvchi Al-Wahhab deb Alloh taolaga murojaat etdi. Ya'ni Süleyman alayhissalom boshda endi Alloh taoladan g'afur etuvni so'raydi. Ondan so'ng endi mana shu Al-Wahhab Alloh taolaning ko'p ne'matlar beruvchi ismini qo'llanib kerakli narsasini so'raydi. Agar da kishi shunday duo bilan ixlos ravishda Alloh taolaga murojaat etsa, inshaalloh u duo qabul bo'lacak.
yoki boshqa ismlarin Ash-Shafi, Ar-Razzaq degan ismlarin, ya'ni nindi ma'noda duo qila, shu narsaga to'g'ri kelgan Alloh taolaning ismin qo'llanib duo qilsa, inshaalloh Alloh taolo onday duolarni qabul etacak. Ikkinchi bir misolda Ayub alayhissalamning duosi keltiriladi. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Ayub Rabbisine dua kıldı. Dürüstlükte mena avuru qog'ildi, ham sen rahimlilarning eng rahimlisi deb dua qila Ayub alayhissalam. Ya'ni Ayub alayhissalam boshda o'zini avur kelibi turunda xabar etadi. Yani Allah Teala'ga o'zining muhtoj ekanini bildira. Ham ondan so'ng Arhamur Rahimin degan Alloh Teala'ning shu ko'rkam ismi bilan ona murojaat etadi. Shundan chiqib aytib bular, agarda kishiga og'riq yoki qayg'u hasrat kelsa, u boshda Alloh Teala'ga muhtojligini ko'rsatirga, ondan so'ng so'ragan narsasina to'g'ri kelgan Alloh Teala'ning ism sifatini qo'llanib duo qilsa, inshaalloh onday duo qabul bo'lacak. Ham tog'in bir shu duo qabul bo'luvina aytik sabab oshqish aymi, ol duo qilganda ko'p ma'noli so'zlarni o'z ishine olgan so'zlar qo'llanu. Ya'ni Alloh taolo qarshında eng xayrli duo ol qisqa qilingan, lekin ishtalikli bo'lgan, ko'p ma'noni o'z ishine olgan duo bo'lib turadi. Qoy bir kishilar masalan yarım soat duo qila, endi onun ma'nosin bir necha jumlaga aylanib qayta. Ham endi duo qilgan vaqtda mana shu Qur'onda keltirilgan duolarni qo'llanib, Alloh taolo bizga misol etib keltirgan duolarni qo'llanib duo qilsak, bu endi eng xayrlisi ham eng ishtaliklisi bo'ladi. Agar bir Robbana duosida qarasak, Robbana atina fid dunya degan duoni qarasak da, u bizni bu dunyomizni da ham oxiratimizni da o'z ishine oladi. Bütün xayrli narsalarni o'z ishine to'plagan. Agar biz shunday duolar bilan Qur'onda keltirilgan misol etib keltirilgan duolar bilan duo qilsak, inshaalloh u duolar qabul bo'lacak. Alloh taolo endi barchalari bizga da shu duolari qilgan duolarimizni durust etib qilib, shu duolarimizni qabul etsa edi, kerakli foydali ilmlar olib, shu ilmlar bilan amal qilishga nasib etsa edi. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع الدعاء.